Birinchi qismida Navbahor boshqarmali Temir Kapazda ishtirok etmoqdalar. Bugungi o'yin haqida o'z fikrlaringiz. Assalomu alaykum. Albatta, birinchi navbatda Navbahor jamoasini, muxlislarini hammasini g'alaba bilan tabriklayman. Albatta, kelgan muxlislarga ham rahmat aytaman. Uzoq yo'l bosib kelishdi. Xudoga shukr, g'alaba qozondik. Tayyorgarlik ko'rdik. Albatta, Mashal hozirgi kunda albatta vaziyati yaxshi emas. Lekin baribir uyda o'ynab, qiyin uchrashuv bo'lishini bilgan holda tayyorgarlik ko'rdik. Va o'yinni albatta menimcha kerak edi. Gollarimizni urib g'alaba qozondik. Keyingi uchrashuvga tayyorgarlik ko'ramiz, chunki 3 kundan keyin Nasakka qarshi uchrashuvimiz turibdi. Shu qolgan albatta o'yin menimcha ikkala jamoa ham mash'al harakat qildi, yoshlari ham kurashdi, bugun kurashlar bo'ldi. Lekin albatta biz klassda bu o'yinda olib ketdik va albatta Mashalga omad tilayman keyingi uchrashuvlarda. Shu. Savollar bormi? Temur aka, bir yo'la 3 ta o'zgarish amalga oshirdingiz va mana shu 3 ta o'zgarish jamoa o'yiniga qanchalik ta'sir ko'rsatishi kerak edi reja bo'yicha? O'zgarishdan keyin sразу urdik chiqqan futbolchimiz, o'shaning uchun hammasi joyida o'zgartirishimiz. Endi prinsipi o'z reja ham bor edi kimgadir, balkim chunki bilasizlar 3 kundan keyin uchrashuvimiz bor, hali yo'limiz bor. Qanaqadir rotatsiya qilishimiz kerak edi. Prinsipi o'yin boshida ham rotatsiyamiz bor edi va zamina ham xuddi shunaqa to'yishni kimgadir dam uchun, kimgadir kuchaytirish uchun. Lekin o'ylaymanki, har bir futbolchimiz kim zaxirada, kim asosiy tarkibda har bir munosib yaxshi darajadagi futbolchi. O'shaning uchun har biriga ishonamiz va jamoa g'alaba qozonsa hammamiz birgalikda qozonamiz va shu o'rinda albatta muxlislarimiz ham bizni qo'llab-quvvatlagan, bu bizga yaponiyalik kuch beradi. Joyim qo'ymoqqa kiritilmagan. Ozgina shamollab qolgan joyi bor edi, o'shaning uchun buni ehtiyotlik bilan qildik va o'zi Azamat ham qizil kartochkasi bilan kelmadi, o'shaning uchun ikkalasi ham bu o'yinda ishtirok qilishmadi. Jamoa ikkinchi davrda Robin Hood degan maqomdan ketdi desam qanaqa qaraysiz? Men bilmadim qanaqa maqomni, biz bu narsaga bilmadim. Men endi sizdan eshityapman. Biz faqat har bir o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, g'alaba qozonish uchun chiqyapmiz va maksimal darajada harakat qilyapmiz. O'shaning uchun Xudoga shukr, ayniqsa uchrashuvlar oson emas. Uydagi o'yinlar ham hozir ziq ketyapmiz, o'yinlar ketma-ket ketyapti, lekin o'ylaymanki, har bir o'yinda maksimal darajada harakat qilyapmiz. Qolgani nasib, chunki oxirida o'sha sezon tugaganda shunda yetarsizlar. Robin Hood yoki boshqa. Hozirgi kunda biz har bir o'yinda maksimal g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Savollar? Rahmat. Xo'p, sog'